Ustoz 69 ga kirdingiz a? 70 xudo xolisa bu yil. 70 yoshingizda hali esda qoldim. Onangiz hayot ekanlar. 90 ga kiribdilar. Hali ham tergab turadilarmi? Hali ham. Qanaqa bo'ladi? Shu men qiziq bering. Nima kech kelding deyiladi. Samarqandda men 2-3 kun xizmatga borganimda, "Voy kech kelding, charchamadingmi? Men buni yeb olgin." O'sha yerda mazam qochuvdi. Dorilarimni 90 ga kirib, meni boshim ustida o'tiribdilar-da. Men buni ichgin, men buni yegin, ana u malina choy qilib beringlar deb shunaqa ham yig'layman, ham xursand bo'laman. 90 yoshli onam yonimda turib, bo'lmasam o'zlarining mazalari yo'q edi. Lekin bolam deb meni. O'shani aytmaydi. Umrlar uzoq, 69 yoshingizda onangiz bor ekan. Xo'p. Baxtli. Havas qildik, havas qildik. Sizlar ham yaxshi ko'radilar, doim ko'radilar, duo qilib o'tiradilar. Bo'ldi, qoyil. Bizga ham nasib qilsin. 60-70 yoshlarda onamiz hayot bo'lib shunaqa ana xavotir olib, qayg'urib bizga duolarni olib, qoyil.